Mana Tracker 210X da qilayotgan xato. Supportdagi porshni sinib ketgan. Tekstalit bo'ladi. Hozir bizdan porshni olib ketishyapti. Kolodka olsanglar, ikkita kolodka, ikkita temirligi bo'ladi. Ikkita kolodkada temirsiz bo'ladi, tekis bo'ladi. Hozir uni ham ko'rsatib ketaman. Temirli tochka, ikkita tochka joyini bu yoqqa qo'yiladi. Tushunasizlar? Ikkita shunaqadan chiqadi, imini bu yoqqa qo'yiladi. Bu yog'iga temirsiz qo'yiladi. Temir joy tegib qo'ygan mana bunaqa tochka joyi sinib ketadi. Shular akurat shu Tracker Super'dagi porshlar sinib ketishi sababi mana kolodkasi mana shu oldi Tracker 210X bir xil bo'ladi. Mana tochkasi bor bu yoqda, ikkita yonida mana. Bu yog'ini olib qarasak, ikkita tochkasi bu yoqda. O'zi kolodka mana 4 ta dona bo'lsin, bunday siqib tursa, ikkitasi o'rtaroqda, ikkitasi uzoqroqda qilingan. Imini porshonga tegib turadigan tomoni mana buni shuni porshon tomonga qo'yilmaydi, narigi tomoniga, orqa tomoniga qo'yiladi. Porshonga tegib turadigan tomoni mana shu joyga qo'yiladi. Porshon shunda mana shuni o'rtasiga keladi. Mana bu teshiklari, mana chiqib turgan joylari xalaq qilib sindirib yormaydi. Shu porshon kelib bunday itarilganda mana shu joyga tushsa sinmaydi. Agar bunaqasiga qo'yib qo'ysangiz bitta porshon tegadi. Porshonga bitta tochka bitta tegandan keyin porshonlar dars ketib, o'yilib sinyapti, tushunyapsizlarmi? Tekstalitoy porshon bo'ladi. Shuning uchun kolodkani to'g'ri qo'yish kerak. Porshonlar sinib ketdimi, bilinglar shu ustida xato qo'ygan bo'ladi. Eshitchi, porshoni qimmat turmaydi. Bizda bu temir alyuminli yaxshi porshonlari bor. Narxi ham qimmat turmaydi. Mobodo sinib ketsa. Yaxshi kolodkalar ham bor, bizda yaxshi ustlar ham bor, jo'natib beramiz. Eshitchi joyga bunaqa bo'lmasin, porshonlarimiz ham bor bizda.